Andijonda sahr kasalini bir kunda tuzatib yuboryapti ekan degan mazmundagi videoga ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak. Yashash xohlashsa qildirish shu. Hatto shunaqa. Ha, to'g'ri haligi. Masalan, biz boshimizdan o'tgan 5-4 kishi shuni oyog'idan bag'dan kesib, oxir manidan kesgandan keyin qo'rqqanimizda haligi nima qilib shay kelib nimasini qildi haligi. Mana hozir 3 oydan keyin tekshiruvga keldim. Sahrim mana 5/1. Ko'rsatishlarim zo'r. O'zim mana yengil, mana ko'pchilik ishxonada yashaydilarni ko'ryapti, tanimay qolyapti. Oldin juda ham semiz edim. 120 kilo, 25 kiloda ochiq edi vazn. Hozir mana zo'r holatim, mana ko'rib turibsizlar. Yengil, manekendagi yengil o'zim zo'rman, Xudoga shukr. Avval necha yurasiz? Avval 12, 14 gacha chiqqan, 15, 14 da operatsiyaga kirdim. Shu bilan operatsiyadan chiqqandan keyin o'lchagandan keyin 4/1 chiqdimikin, 4/1 chiqdi. Sahr qonda deb o'yladim, yaxshi bo'larmikinman dedim. Xudoga shukr, mana operatsiyadan keyin ancha yaxshiman. Foydasi bor ekan. Necha chiqdi sahringiz? Bugun 4/7. Mashalloh, zo'r. Birorta bu yerda aktyorlik degan so'z bo'lishi mumkin emas. Chunki inson o'zini salomatligini izlab keladi yoki bu yerda menga birov bir narsa o'rgatib qo'yishini deyilgan joyi yo'q. Men o'zim xursandchiligimni mana shu yurtdoshlarim bilan baham ko'ryapman.